هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nahl tefsiri 110. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nahl suresi 110. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Andın ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ziyankeşlikке uçurağandın keyin hakikaten Medine'ye hicret kılgan, ondan Allah'ın yolunda cihat kılgan ve cihatның muşakkatlerine çıdıganlarga Rabbin mağfiret kılıdı. Şüphesiz ki Rabbin şunundan, yani ularning hicret, cihat, sabr kılganından keyin ular elbette mağfiret kılgıçıdır, rahmet kılgıçıdır. Her adam özü bilen bolup ketadigan, her adam kılgan amelinin mükafatı toluq beriladigan, ularga zulüm kılınmaydigan günni, yani kıyamet gününü esligen. Küfürlükka mecburlangandan keyin yaxshi amal ibadetlerini kılsa, günahının keçirilip ketadiganligi. Mana bula Mekke'de kavminin içinde aciz, har bolganlıktan kafirlarning bazı talepleriga ma'qul bolgan kishilardir. Ondan ularga hicret qilish orqali kafirlardan qutulish imkoniyati berilganda, ular Allah Teala'nın razılıkını ve mağfiretini izlep, yurtlarını, balı çakıları ve mal dünyasını taşlap, Müslümanların sepiga qitildi. Ular bilen billa kafirlarga qarshi urush qildi ve chidamliq bo'ldi. Ondan Allah Teala ularning kafirlarning ba'zi talablariga ma'qul degandan keyin o'zining ularga albatta mag'firat qilguvchi, rahmat qilguvchi ekanligidan xabar berdi. Her adam özü bilen bolup ketadigan kıyamet gününü esligen. Yani her bir adam özü üçün özü münazirleşadigan kıyamet gününü esligen. O günde onun üçün münazirleşadigan dadısı, balısı, qerindişi yoki ayoli, yani hiç kişisi bo'lmaydi. Hiç kişisi yoktur. Meyli qilgan ameli yaxshi bo'lsin yoki yomon bo'lsin, her adam qilgan amelining mukofoti to'liq beriladigan qiyomat kunini esligen. Ularga zulm qilinmaydigan kunni, yani qiyomat kunini esligen. Yani ularning qilgan amal ibodatlariga beriladigan mukofot kemeytilmaydi. Ularning qilgan yomonliklarga beriladigan jazoga qo'shib qo'yilmaydi ve ularga qilchi zulm qilinmaydi. Allah mundaq bir misolni keltirdi. Bir shahar, yani Mekke aholisi bo'lib, aslida tinch, xotirjam edi. Uning rizqi taraf-tarafdan keng tasha kelib turadi. Uning aholisi Allah'ның nimetleriga küfürlük kıldı. Allah ularga kılmışları tüpeyliden açlıkның ve korkunuşның elimini tetitti. Ularga öz içinden bir peygamber, yani Muhammed aleyhisselam geldi.
uni ular inkor qildi. Ularga azob, ya'ni qattiqchilik va uqubat yuzlandi. Ular gunohlarga cho'mganlik tufaylidan zolim edi. Makka uchun keltirilgan bir misol. Bu misoldan Makkaliklar ko'z tutilgan. Chunki Makka tinch, xotirjam va vaziyati turoqliq bir shahar edi. Makkaning atrofidagi shaharlarda bo'lsa, kishilar o'z ziminlaridan haydab chiqariladi. Makkaga kirib olgan kishi hech narsadan qo'rqinish yo'q holda xotirjam bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: ular agar biz sen bilan to'g'ri yo'lga ergishadigan bo'lsak, ziminimizdan haydab chiqarilamaymiz dedi. Ularni biz tinch haramga yerlashtirmadikmi? Haramga turli meyvelarning hammasi keltiriladi. Bu bizning dargohimizdan tushirilgan rizqdir. Shuningdek Alloh taolo bu yerda mundaq dedi: uning rizqi taraf-tarafdan keng tasha kelib turadi. Uning aholisi Allohning ne'matlariga kufrlik qildi. Ya'ni Makkilik kishilar Alloh taoloning ne'matlariga kufrlik qildi. Muhammad alayhissalomni ularga payg'ambar qilib avatganligi u ne'matlarning eng kattasi edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Allohning bergan ne'matiga kufrlik qilgan va o'z qavmini ozdirish bilan halokat mavqesiga tushirib qo'yganlarni ko'rmadingmi? Halokat mavqesi jahannamdirki, ular jahannamga kirdi. U nima degan yomon joy? Shunga Alloh taolo ularning tinch turmushini qo'rqinchli holatga, to'qchilikni ocharchilikqa almashtirib qo'ydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Alloh ularga qilmishlari tufaylidan ochliqning va qo'rqinchning alamini tetdi. Ya'ni Alloh taolo ilgari turli meyvelarning hammasi keltiriladigan va rizqi taraf-tarafdan keng tasha kelib turadigan Makkalik kishilarga ochliqning ta'mini tetdi. Alloh taoloning Makkaliklarga ochliqning ta'mini tetishi ularning payg'ambar alayhissalomga osiylik qilganligi va uning chaqiriqini qabul qilishga unamaganligi uchundir. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom ularga Yusuf alayhissalomning zamonasidagidek ocharchilikning kelishini tilab duo qildi. Ondan ularga bir ocharchilik keldi-ki, u ularning hamma narsasini tugitib bo'ldi. Ular hatto to'yga so'yganda to'ygining qiyniga milangan yunglarni yeydi. Ve qo'rqinchning alamini tetdi. Ya'ni payg'ambar alayhissalom va sahobalari Madinaga hijrat qilib borgandan keyin ular payg'ambar alayhissalomdan, uning qo'shinlari va askarlaridan qo'rqishga boshladi va Alloh taolo Makkani payg'ambar alayhissalomga fath qilib berganiga qadar hamma mol mulkini ularni yo'qotish va yengish uchun atab keldi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga Makkani fath qilib berdi. Unda qilib berishi ularning yomon qilmishi, haqsizligi Alloh taolo ularga ne'mat qilib o'zlarining ichidan avatgan payg'ambar alayhissalomni inkor qilganligi uchundir. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni ularning ichidan avatib, ularga ne'mat ato qilganligi to'g'risida mundaq dedi: Alloh mu'minlarga Allohning oyatlarini tilovat qiladigan, ularni gunohlardan pok qiladigan, ularga kitobni va hikmatni, ya'ni Qur'on va sunnatni o'rgatadigan, o'zlaridan bo'lgan bir payg'ambar avatib, ularga cho'ng ihson qildi.
Ey iman etgan aql egillari, Allohdan qo'rqinglar. Allah sizlarga Qur'onni nozil qildi. Iman etgan va yaxshi amallarni qilganlarni qorong'ulikdan nurga chiqarish uchun sizlarga Allohning ro'shan oyatlarini tilovat qilib beradigan payg'ambarni avatdi. Shuningdek, ya'ni sizlarga bergan ne'matini kamolatga yetkazganidek o'z ishinglardan sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qilib beradigan, sizlarni mushriklik va gunohdan pok qiladigan, sizlarga kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni diniy ahkomlarni o'rgatadigan, sizlarga bilmaganlaringlarni bildiradigan bir payg'ambar avatdik. Meni taat ibodat bilan yod etinglar. Meni yod etsanglar, men sizlarni savob berish bilan, mag'firat qilish bilan yod etaman. Menga shukr qilinglar, noshukrlik qilmanglar. Xuddi Alloh taolo kofirlarning xotirjamligining o'rniga qo'rqinishni va to'qliqning o'rniga ocharchilikni berganidek, mu'minlarga qo'rqinishning o'rniga xotirjamlikni va ocharchilikning o'rniga to'qliqni berdi. Ularni kishilarga boshliq, hokim, davlat arboblari, qo'mondon va yetakchilar qildi. Bizning bu misoldan Mekkiliklar ko'z tutilgandir. Bizning bu misoldan Mekkiliklar ko'z tutilgandir degan so'zimizni Avfi ibn Abbosdan rivoyat qilgan. Mujahid, Qatada, Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam qatorliqlarmi bu misoldan Mekkiliklar ko'z tutiladi dedi. Malik Zuhriyning Alloh taolo uningga rahmat qilsin, shundoq deganligini rivoyat qildi. Allah sizlarga rizq qilib bergan halol va shirin yemekliklardan yanglar. Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohning ne'matiga shukr qilinglar. Allah sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'shqi go'shini, Allohdan g'ayrining, ya'ni butlarning nomi aytilib bo'g'izlangan hayvonni yeyishni harom qildi. Kimiki ixtiyoricha emas, ilojsizlikdan yuqoriga harom qilingan narsalardan hayotini saqlab qolgudek miqdorda yesa, Alloh uni mag'firat qilguchidir. Uningga ko'yinguchidir. Og'zinglarga kelgan yolg'onni so'zlash uchun hech qanday dalilsiz bu halol, bu harom demanglar. Chunki mundaqda Alloh nomidan yolg'onni o'ydirgan bo'lasizlar. Alloh nomidan yolg'onni o'ydirg'uchilar haqiqatan dunyoda va oxiratda maqsadiga erisha olmaydi. Ular dunyodan faqat ozg'ini bahramand bo'ladi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Halol rizqdan yeyishga va uningga shukr etishga buyurish va harom narsalarning bayoni. Alloh taolo bu oyatida mu'min bandalarni o'zining ularga bergan shirin halol rizqdan yeyishga va uning shukronisini etishga buyurdi. Chunki Alloh taolo badalsiz ne'mat ato qilguvchi, marhamat qilguvchi, hech qanday shirik keltirilmay ibodat qilinishga loyiq yolg'iz zotdir. Ondan Alloh taolo ularning dinida va dunyoligida zini bo'lganligi uchun ularga o'z o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'shqi go'shini, Allohdan boshqasining nomi aytilib bo'g'izlangan hayvonni yeyishni harom qilganligini bayon qildi. Ondan yeyish harom qilingan bu narsalarni yeyishga majbur bo'lib qolgan kishining hayotini saqlab qolgudek yesa bo'ladiganligini bayon qilib mundaq dedi. Kimiki ixtiyoricha emas, ilojsizlikdan yuqorqi harom qilingan narsalardan hayotini saqlab qolgudek miqdorda yesa, Alloh uni mag'firat qilguchidir. Uningga ko'yinguchidir.
Bu oyatga munosabatlik mazmunlar haqida Baqara surasining tafsirida tafsili to'xtalgan. Şunu biz onu bu yerde qaytlab o'ltirmaymiz. Ondan Alloh taolo islom kelishdan burungi davrda bahira, soiba, vasila va ham degandek atalg'ularni o'zlaricha atab xohishlariga ergishib yeyishni o'zlariga dalilsiz halol va harom qilib olgan kofirlarning yo'lida mengishdan to'sib mundoq dedi. Ağzınlarga kelgan yolg'onni so'zlab, ağzınlarga kelgan yolg'onni so'zlash uchun hech qanday dalilsiz bu halol, bu harom demanglar. Chunki mundaqda Alloh nomidan yolg'onni o'ydirgan bo'lasizlar. Bu oyatning mazmunining ichiga aslida dinda asosi yo'q. Yangi ishlarni paydo qilgan bid'atxo'rlar yoki Allah Taala haram qilgan narsani halol deb qaragan yoki halol qilib bergan narsani o'z xohishiga ergishibla haram deb qaragan kishilarga kirdi. Allah Taala mushunda qilganlarga tahdid silib mundaq dedi. Allah namıdan yalğanını uydurğucular hakikaten dünya ve ahirette məqsədiga erişəlməydi. Yani ularning dünyada məqsədiga erişəlməydiganlığı bolsa, ularning dünyadan faqat azgını bəhrəmən boladiganlıqıdındır. Ahirette ularning məqsədiga erişəlməydiganlığı bolsa, ularning qattiq azabqa duchor bolğanlıqıdındır. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Ularni dünyadan azgını müddet bəhrəmən qılımız. Ondan ularni qattiq azabni tetishqə məcburlaymiz. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, Allahqa yalğanını çaplaydiganlar haqiqatan dövzaq azabından qutulalmaydı. Ular bu dünyadan azgını vaqtlı bəhrəmən boludu. Ondan ular hesab beriş üçün bizning dərgahimizə qaytıdı. Ondan kafir bolğanlıqları səbəbindən ularga qattiq azabni tetitimiz. İlgiri sana bayan qılğan narsalarni yalğız Yahudilarga haram qıldık. Bunun bilan biz ularga zulm qılmadık. Lekin ular özleriga zulm qildi. Shubhisiz ki bilmasdan yomon ishlarni qilgandan keyin tavba qilgan va amalini tuzatganlarga Rabbing albatta mag'firat qilguchidir, marhamat qilguchidir. Bizga halol ba'zi narsalarning Yahudilarga harom qilinganligi. Allah Teala yuqorida o'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'chqa go'shini, Allohdan boshqasining nomi aytilib bo'g'izlangan hayvonni yeyishni bizga harom qilganligini, lekin yeyishga ehtiyojlik bo'lib qolganda jonni saqlab qolgudek holda yeysa durust bo'ladiganligidan iborat osonlikni ato qilganligini bayon qilib o'tgan edi. Bu yerde Yahudilarning şeriatini amaldan qaldırışdan burun ularning şeriatida yeyish ularga harom qilingan narsalarni, ular yashayotgan qiyinchilik, taslik ve ig'irchiliklarni bayon qilib mundaq dedi. İlgari sana bayon qilgan narsalarni yolg'iz Yahudilarga harom qildik. O narsalar bo'lsa Allah Taala bu oyatida bayon qilgan narsalardir. Yahudilarga tom tuyoqliq, ya'ni to'yga qushqa o'xshash och tuyoqliq bo'lmay tom tuyoqliq bo'lgan hayvonlarning hammasini harom qildik. Ularga kala qo'ylarning dumbisidagi yoki uchaylaridagi yoki so'ngiga chaplishiqliq yağlarından başqa yağlarını haram qildik. Bu ularning payg'ambarlarni o'ldirish, jazoni qilish, kishilarning mol mulkini nahaq yeyilish qatorliq zulmlar tufaylidan ularga bergan jazoyimizdir.
Biz elbette bergen xabarlarimizda rastçılmız. Bunun bilen biz ulağa zulüm kılmadık. Yani biz ulağa şu narsalarni haram kılıp taslashtirish orqali ulağa uval kılmadık. Lekin ular özleriga özleri zulüm kıldı. Yani ular şununla layık buldu. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Yahudilarning qilgan haqsizliklari, yani zulmi ve qilgan gunohlari nurg'un kishilarni Allohning yo'lidan, yani Allohning diniga kirishdan to'sqanliklari, cheklangan jazonini olganliklari ve kishilarning pul mollarini nahaq yeganliklari uchun ularga ilgari halol qilingan pokiz narsalarni harom qildik. Ularning ichidan kafir bo'lganlarga qattiq azob hozirladik. Ondan Allah Teala müminlerden yaman işlerini kılıp koyganlarga merhamet kılıp ularning ichidan tövbe kılganlarning tövbesini kabul kılıdığanlıktan haber verip mındaq dedi. Şübhisizki bilmestin yaman işlerini kılgandan keyin tövbe kılgan ve amelini tüzetkenlerge Rabbin elbette mağfiret kılgıçıdır, merhamet kılgıçıdır. Bazı selef alimleri her qandaq birer yaman iş qılıp sağıcı nadanlıqdan ve tersalıqdan qılıp sağgan boludu dedi. Her qandaq birer yaman iş qılıp sağıcı nadanlıqdan ve tersalıqdan qılıp sağgan boludu dedi. Yani kimiki bilmestin yoki işlarni qılıp sağgandan keyin o işlardan özünü tatip, yani kimiki bilmestin yaman işlerini kılıp sağandın keyin o işlerden özünü tatip Allah Teala'ga ibadet kılışqa yüzlense ve onunla tövbe kıysa şek şübhisiz Allah Teala onun günahını keçirgüçüdür ve merhamet kılgıçıdır. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Nahl suresi tefsiriden 119. ayetkiçe anladığınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.